Yevropa İttifaqı tərəfindən Şərqi Türkistanğa baş elçi dərəcədə elib berilişi planlanğan ziyaretning Xitoyning ba'zi shartlarini qabul qilmasligi sababli amaldan qoldirish ehtimolligining cho'ng ekanligi bildirildi. Diplomatik manbalarga asoslanganda uzundan buyon Xitoyning Uyg'ur qaratgan siyosatini tanqid qilib kelgan Yevropa Ittifaqi bu ziyoratning bir tashviqot materiali bo'lib qolishdan andish qiladi. Xitoy 3-oyda Yevropa Ittifaqini ziyoratga taklif qilgan bo'lib, Yevropa Ittifaqi bundaq bir ziyoratga atrofli tayyorlik qilish kerakligini aytish taklifini qabul qilmagan edi. Dünya Bankası 11 noyabr axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga qarz berish turini amaldan qoldirganligini bildirdi. Bundan burun Dünya Bankasının Sharqi Turkistonda ishg'olchi Xitoy tarafidan qurilgan atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlari va Xotan Uyg'ur Tibobat instituti qatorliq boshqa 5 kasbiy maktabga 50 million dollar yordam qilganligi o'ttirga chiqqan edi va xalqaroning tanqidiga uchirgan edi. Xitoy aloqa ishxonasi Hong Kongdagi namoyishlarning texmi qattiq iskanji qilinib, bostirilish kerakligini ogohlantirdi. Janubiy Xitoy Sahar gazetining xabar qilishicha, Xitoyning Hong Kongdagi aloqa ishxonasi e'lon qilgan bayonotda doiralar va soqchilarni jamiyat tartibini saqlash uchun barliq kerakli tadbirlarni qo'llanishga chaqiriq qilindi. Bayonotda yana Hong Kong doiralarining qalayimqonchilikni oxirlashtirish uchun barliq imkoniyatlarni safarbar qilib, zo'ravonlik faoliyatlariga qatnashgan jinoyatchilarni qo'lga olishi va jazolanishi talab qilindi. Shuning bilan birga Xitoy davlat raisi Shi Jinping Hong Kongdagi zo'ravonlikni to'xtatish masalasida Hong Kong doiralarini qo'llaydiganligini bildirdi. Tarixdan buyangi eng qo'rqinchli kasal deb bilingan va o'rta asrda Yevropa nüfusining 60%ning o'limiga sabab bo'lgan vabo Xitoyda bayqaldi. 2 kishiga vabo deb diagnoz qo'yilganligini bildirgan doiralar bu kishilarning eng xatarli turi bo'lgan o'pka yollig'i vabosiga giribtor bo'lganligini aytdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitoy doiralarining kasallikni kontrol qilish uchun zo'r g'ayrat ko'rsatganligini, lekin Xitoyga bordiganlarning ehtiyot qilish kerakligini bildirdi. Xalqaro jazo mahkamasi arakanlik musulmonlarga qarshi qilingan jinoyatlar haqida tekshirish elib berishga ruxsat qilindi. Bayonotda arakanlik musulmonlarning Bengalga qo'g'langanligi haqida xalqaro jinoiy ishlar sudi bosh taftishining tekshirish elib berishiga ruxsat qilinganligi bildirildi. Bermining xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo emasligi, lekin bu jinoyatlarning bir qismi sodir bo'lgan Bengalning a'zo ekanligi, shunga adliyaning huquqini ishlatiladiganligi bildirildi. Shimoliy Koreya Amerikaning dekabrda yadro muzokaralarini yangidan boshlatishni talab qilganligi bildirildi. Pyongyangning yadro muzokarasidagi bosh muzokarachisi Kim Yong-il Shimoliy Koreya taratqullariga Amerikaning Shimoliy Koreya alohida vakili Stephen Begonning 3-bir davlat vositasi orqali 12-oyda yadro muzokaralarini yangidan boshlash haqida taklif sunganligini aytdi. O yana muzokaralarning yangidan boshlanishining Amerikaning pozitsiyasiga bog'liq ekanligini ta'kidladi va Amerikaga yil oxirigacha vaqt berdi.